Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik qarindoshlar, men sizlarning qarindoshinglar Nabijon A'la. Men bugun bu fursatdan foydalanib hozir tashviqot vositalarida qilayotgan tashviqot temamiz vijdonga xitob. Ya'ni o'sha oldimizda o'tkaziladigan Yevropa parlamenti oldidagi Belgiyadagi o'tkazilgan shu cho'ng tiplik namoyishga butun Yevropa va boshqa davlatlardagi yashayotgan kelish imkoniyati bor qarindoshlarimizni taklif qilish bilan birga o'zimizmi bu namoyish qatnashish uchun qo'limizdan kelgan barliq tayyorli xizmatlarni ishlashga tirishyapmiz. Mayli tashviqot jihati bo'lsin, mayli boshqa xizmatlarda bo'lsin, qo'limizdan nima kelsa shuni qilishga tirishyapmiz. Endi bu vijdonga xitob deb qo'yishimizdagi sabab bu namoyishning tashviqot temasini. Chunki endi biz hozir naiti Sharq Turkistondagi zulmni hammamiz anglab turgandek kundan kunga ichinishli ahvollarni anglayapmiz. 2 kundan oldidagi anglagan xabarimizda bizning Qarmay shahridagi tarbiyalash lagerida 20 necha yoshli bir o'g'il bolani 60 dan oshgan bir cho'ng akamizni o'ldirib meyitini chiqib tashlab berganligidagi xabarni angladik. Demak, butun Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarida xalqimizni har xil shaklda xo'rlash, o'ltirish davomlashmoqda qarindoshlar. Xalqimizning bugun ijtimoiy uchur vositalarida chiqargan bir uchurni ko'rdim. Uningda biz osmonga qarashga petinolmaymiz. Osmonga qarag'idek nimamiz yo'q. Sizlar biz uchun osmonga qarab bizni eslab qo'yinglar. Biz sizlarni doim eslab turyapmiz. Ammo sizlarning bizni eslab turishingni umid qilamiz. Biz telefonimizni hozirdan boshlab taqib etamiz degan shaklda biz qisqa uchurni yo'llab qo'yibdi. Demak, bu yerda xalqimizning da'vatini mayli sizlar qo'lingizdan kelgan imkoniyatingiz bo'yicha mayli Yevropada namoyish qilinglar, mayli Turkiyada qilinglar, mayli dunyoning nerede Xitoy tajovuzlariga qarshi mushundaq bizning zulmga uchrayotganligimizni, bizning osmonga qaramayotganligimizni, bizning Allohni zikr qilinmayotganligimizni, masjidlarning chiqilayotganligini, Qur'onning ko'ydirilayotganligini, bizning ichki a'zolarimizning ilib setilayotgandek bir reallikni sizlar oshkorlanglar, sizlar dunyoga jakarlanglar. Evvel zalimga qarshi o'zingning egallagan, zolimning qilayotgan qilmishini-chi xalqaroga pash qilinglar. Aşkarlanla davatıdır. Şunda xitapni bizga qilyapti. Endi biz Allohning izni bilan shundaq bir xotirjam davlatlarda yashab, xotirjam hayotimiz bilan bilab, mening tuqqanlarimni tutmadi-ku. Mening tuqqanlarim tutilmabdi, men bir ish ko'tarib turay desak, bugun tutilmagan tuqqanlarimiz ati tutilishi mumkin. Xitoy bütünley hazır pukuncha emas, bütün Uyg'ur bo'g'alının hemmini çoğu düşman qatarida tizib, qartizimlik ekirib bo'ldi. Faqat ular o'lim vaqtini kutib turyapti. Aldı keyini ulab, bugun mening tuqqanim o'lgan bo'lsa, ati Mehmetning, uniga Sametning, uniga Ahmetning tuqqani çoğu bir-birlab bulayapti. Bu hammamizning beshig'iga kelgan kun. Faqatlam Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning emas, Qozoq, Qirg'iz, Özbek, meyli hem de Türkiye milletlerinin beşiğe kildiğen gün. Onun için bu günne biz Xitayning mushunda o'ltirib yo'q qilib etime,
bütün dünyadan senin ismini üçürüp ütüme, sendek bir milletini yok kılıp ütüme davatkanlık manda qarı niyetini iniq düşüneyle. Bunun karşı çok imkaniyetimizden yetişse narazılığımızı ifadeleyle qarindaşlar. Qandaqdır men andaqdım ya men mandaqdım ya ki men mandaq qılsam mening anda olur, men mandaq qılsam namoyish qilsam unda ulab qolamiki, bunda ulam qilib o'zimiz aldamayli. Bu namoyishga bütün dunyodagi hamma qarindoshlar taklif qilindi. Bo'libmi Yevropada yaşayotgan qarindoshlarimiz bu namoyish maydoniga aktiv şu 2018 4-27 kuni şu cuma kunda şu yerda namoyish qatnashib noroziligimizni bildirib, hammamiz birlik jihatda bir qo'lni qo'lga tutishib, Xitoy tajovuziga qarshi noroziligimizni dunyoga jakarlaylik qarindoshlar. Bu bir jang maydoni. Bu jang maydonini dunyo guruhi boshliq boshqa hamma tashkilotlar Yevropadagi bu jang maydonini bizga hozirladi. Biz puhra bo'lish, Sharq Turkistonning bir puhrasi bo'lishi sifatimiz hamda Yevropada yashayotgan, Yevropada siyosiy panohlik tilagan va cho bir erkin o'zimizning nidosini, noroziligimizni, xalqimizning cho shu yerda bo'layotgan zulmini anglata bir sharoit turib buni anglatmasak, bununla həssi qoşmuşsak, bununla hazır olmuşsak, bu cay maydaniga ço maddi ve manevi destek veremesek vaxtıda biz kalbimizge, vicdanımızga xitap qilib baxsaq olur qardaşlar. Şuna bu teşviqatning temisi mi vicdanlı bo'lgan xitabimiz. Bizning jismimiz mecruh bo'lsin, ruhimiz mecruh bo'lmasin qardaşlar. Ruhimiz meyip bo'lmasin. Ruhimiz meyip bo'lsa bizni Xitoy desi oynaydı. Bizni Xitoy degan o'zining plani bo'yicha 2030 yilga olgan Uyg'ur degan narsani qoldirmayman deb o'zining planini kirgizib bo'ldi. Faqat buningga biz diqqat qilmaganligimiz uchun, diqqatimizni bermaganligimiz uchun Xitoy tajovuzlaridan cho qo'rq virusning yurkimizni, badanimizni qoplab ketganligi uchun ham buningga cho ba'zilarimiz inkos bildiranmayapmiz. Ammo inkos bildiranmagingiz sizning qutulib qolganingiz emas. Sizning vayron bo'lganingiz, ümidsizlanganingiz, yo'qolganingiz shu. Onun uchun siz va biz bu nimadan qutulamiz deyotganmiz, Xitoy tajovuzlarining zulmini pochaq qilib tashlaymiz deyotganmiz. Xitoy tajovuzlariga qarshi harakatimizni har kuni yuksaltirishimiz kerak. Har kuni o'zimizning imkoniyatiga yarasha nada Xitoyga norozilik harakat, faoliyat, namoyish bo'ladi ekan, biz shu yerga hozir bo'lishimiz kerak. Bütün imkonlarimizni ishga solib hozirdan boshlab meyli iqtisodiy jihatda, meyli siyosiy jihatda, meyli ma'rif jihatda, meyli qaysi ijtimoiy ishlar olsun, qaysida qo'limizdan nima keladi ekan, imkoniyatimiz nimaga yor beradi ekan, shuning uchun harakatga o'tadigan vaqtimiz yetib keldi qarindoshlar. Uning uchun har birlariga menmo o'zimning loyiq shaklda tavsiya qildiganim, qarindoshlarimizga vijdoniga xitob qildiganimiz mush shaklda maydonlarga bulapma bu tarixiy bir kunda, tarixiy bir vaqtda bu Yevropa parlamentinin oldida biz o'zimizning norozilik. Bu norozilik ifodalash qandaqdir Xitoyni g'olib keladigan, Xitoyni vayron qilib yetadigan, Xitoydan mush namoyishlar ish hallab ketadigan ish emas. Bu bir vosita namoyish. Faqat biz bu yerga yig'ilib, faqat o'zimizning şu xalqimizning ahuzarini o'zimizning og'zi bilan, o'zimizning shu maydonda tiktirib Xitoyga qarshi norozilik shuarlarimiz bilan maydonlarimizda shu o'rlashtirish bo'yicha o'zimizning tutilgan tuqqanlarning ism familiyasi va ularning qachon tutilgan qanday bo'lganligini dalil isbot oshkorlash bilan biz dunyoga bizning xalqimizning nima kun ko'rayotganligini dunyoga jakarlash. Bu faqat bizning faqat oddiy bo'lsa-mu şu şekilde o'zimizning noroziligini ifodalash bir vositasi. Ammo bundan butunlay xalqimiz bu zulmdan qutulib ketadi degan natija kelib chiqmaydi. Faqat bizning o'zimizga tushliq, o'zimizning qilishga tegishli majburiyatini ado qilgan bo'lamiz. Faqat kichikina bir qismini. Onundan keyin deganda oldimizda xizmatlarni aytacak. Allah'ın izni bilan biz bu Xitoy tajovuzlarining ustidan g'olib keladigan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirmish uchun hal qilg'uch bir davrda turyapmiz qarindoshlar. Ya Xitoy tajovuzlarining tapida shaylib yo'qolib ketamiz yoki qaddimizni ruslab mustaqilligimizni qo'limizga olamiz. Bu hayot mamatlik kurash bu. Bu qandaqdir bir kun, ikki kunlik yoki bir ikki kun namoyish bilan tugaydigan ish emas. Bu bizning
özümüzün nişanını, düşmanımızı doğrultuydigan, nişanımızı aydınlaştırdıgan bir meydan bu. Onun için qarindoshlar, her birleriga men muşu namoyishga inshaalloh har birimizning mushu yerga har xil qatnash vositalari bilan hozir bo'lishinglarni, buningdan keyingi bo'ladigan barliq faoliyatlarda Xitoy tajovuzlarini, ya'ni Sharq Turkistonning ideologiyasi bo'lgan dinim islom, vatanim Sharq Turkiston, millatim Uyg'ur, dushmanim Xitoy tajovuzchilari degan ideologiya asosiga cho'm mahkam esilib, mushu bo'yicha ish ko'rishimizning nihoyat muhimligini har birlariga xitob qilmoqchi. Her birlerini Cenab-ı Allah'a teşekkür. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.